Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Xalqaro press klubning doimiy muxlislari. Mamlakatimizda ekologik barqarorlik, iqlim o'zgarishiga moslashish, qayta tiklanadigan energiya manbalari, tabiatni muhofaza qilish kabi muhim yo'nalishlarda bir qator loyihalar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bugun davlat dasturida ko'zda tutilgan vazifalarning mazmuni va ahamiyati, amaliy samaralari haqida muhokama qilamiz. Sohaning yetakchi mutaxassislari va ekspertlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum hurmatli spikerlar. Bugungi podkastimizning nomi aynan davlat dasturi iqlim, tabiat va kelajak uchun hamkorlik hisoblanadi. Xush kelibsizlar. Aynan davlat dasturining atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha asosiy yo'nalishlari nimalardan iborat? Marhamat. Davlat dasturini qabul qilish davomida asosiy yo'nalishlarda shu hayotimizda uchraydigan hamma yo'nalishlarni qamrab oldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Atrof muhitni asrash deganda bu bitta yo'nalishdagi soha emas, bu hayotimiz, faoliyatimizda duch keladigan hamma sohalarni shu atrof muhitga bog'lasak bo'ladi. Shuning uchun ham bu yilgi davlat dasturi juda mukammal bo'ldi. Bu yerda hamma yo'nalishlar, ta'lim sohasi deysizmi, tibbiyot sohasi deysizmi, yo qishloq xo'jaligimi, qurilish sohasimi, sanoat sohasimi, hamma yo'nalishlarda davlat dasturida qilinadigan ishlar, vazifalar, maqsadlar aniq qilib belgilab berildi. Davlat dasturining asosiy yo'nalishlari sifatida bu mahallalarni obod qilish, mamlakatimizni, respublikamizni yashillik darajasini oshirish, tabiiy resurslarimizdan oqilona foydalanish, o'simlik va hayvonot dunyosini himoya qilish, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirish va iqlim o'zgarishini salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan. Tabiatni muhofaza qilish ishlarini kuchaytirishda jamoatchilikning ishtiroki qay darajada bo'lyapti? Davlat dasturida mana shu jamoatchilik faollarini, fuqarolarimizni, umumiy aholimiz yoki nodavlat tashkilotlar, ekologik faol tashkilotlar yoki jismoniy va yuridik shaxslarni shu atrof muhitni asrash jarayoniga o'zlarini fuqarolik pozitsiyalarini mustahkamlash, ularni siyosiy faollik shu sohada faollikka chaqirish maqsadida ham qator vazifalar belgilab berilgan. 1 million yashil oila tashabbusini aytishimiz mumkin. Ya'ni davlat dasturida shunday tashabbus belgilab berilganki, fuqaro o'zi atrof muhitni asrash bo'yicha, ya'ni elektr energiyasi, gaz kabi tabiiy resurslardan, suv, ichimlik suvi kabi resurslardan samarali foydalanishga erishgan fuqarolar va elektromobil yoki boshqa muqobil energiyada harakatlanadigan transport vositalaridan foydalangan yoki jamoat transportidan foydalangan fuqarolar, shu kabi bir qator kriteriyalarni bajargan fuqarolarga ekologik faol fuqaro maqomi beriladi. Shu tartib belgilab berilgan. Ekologik faol fuqarolarga qator imtiyozlar beriladi. Ya'ni davlat xizmatlaridan foydalanishda 10% gacha chegirmalar beriladi. Imtiyozli kreditlar olishga yordam beriladi. Bundan tashqari oilani barcha a'zolari ekofaol fuqaro maqomini olgan oilalarga yashil oila maqomi beriladi. Bundan tashqari aholisini 50% yashil oilaga aylangan mahallalarga yashil mahalla maqom beriladi. Shu mahallalar o'rtasida ham respublika bo'yicha yiliga 14 ta elektromobil lotereya sifatida o'ynaladi. Bundan tashqari har bir mahallaga 500 million so'mdan ekologiya jamg'armasidan mablag' ajratilishi mo'ljallangan. Ya'ni bitta mahallaga, ushbu mahallaga bu mablag' chiqindi yig'ish shoxobchasi qurish yoki yashil bog' tashkil qilishga ajratilishi ko'zda tutilgan. Fuqarolarimiz kuniga 10 ming qadam yuradigan bo'lsa, pul mukofotlari berilishi ham aytib o'tildi. Mana shu haqida gapirib o'tsak. Ekofaol fuqaro bo'lish uchun o'zini avvalambor sog'lom turmush tarziga amal qilish kerak. Ya'ni u jismoniy harakati kunida ya'ni 10 ming qadamdan ortiq masofa bosib o'tish kerak va u to'g'ri ovqatlanishga amal qilishi va mana shu toza ekologik toza mahsulotlardan foydalangan holda hayot kechirish orqali mana shu ekofaol fuqaro darajasiga erishiladi. Mana shu bu insonning o'zini sog'lig'iga, ijtimoiy hayotiga va umumiy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishni nazarda tutilgan. Bioxilmahlikni saqlash, suv resurslarini tejashda qanday loyihalar ko'zlanmoqda? Birinchi o'rinda suv resurslarini tejash bo'yicha maqsadlarni aytadigan bo'lsam, bu yerda eng asosiy katta qilinadigan ishlarimiz shu ochiq suv havzalarini tublarini betonlashtirish. Nimaga deydigan bo'lsangiz, O'rta Osiyo, Markaziy Osiyoda hozirgi kunda suv taqchilligi xavf solib boryapti yildan yilga. Asosiy suv manbalarimiz qo'shni davlatlardan olamiz. Biz 2050-yillarga borib suv tanqisligi uchragan kuchli davlatlar ro'yxatiga kirib qolishimiz mumkin. Shuning uchun hozirgi kunda shu ochiq suv havzalari, ya'ni kanallarni, ariqlarni betonlashtirish, katta suv oqimlari bor joylarni betonlashtirish orqali suvlarni yer ostiga singib ketishini, isrofgarchiligini oldini olish. Bu bilangina cheklanib qolmasdan qishloq xo'jaligi sohasida
tomchilatib sug'orishni keng yo'lga qo'yish. Shu isrofgarchilikni oldini olgan holda faqat bir maqsadli yo'nalishda bundan foydalanish mumkin deb hisoblayman. Davlat dasturida respublikamiz bo'yicha 2025-yilda muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni umumiy maydonini respublikamizda 14,5% ga yetkazish maqsad qilingan. Ya'ni bu bugungi kunda respublikamizda 8,1% hududini o'rmonlar bilan qoplangan. Ushbu hududlarni ham kengaytirish bo'yicha vazifalar belgilangan. Bundan tashqari respublikamizda qarovsiz hayvonlarni parvarishlash bo'yicha 14 ta hududda bittadan pitomnik tashkil qilish maqsadi belgilangan. Suv resurslarini tejash bo'yicha respublikamizda bu yilda mana Azizbek ham ta'kidlab o'tgandek 1000 kilometr kanallarni betonlashtirish vazifasi qo'yilgan. Ya'ni bundan tashqari suv tejovchi texnologiyalar joriy qilingan maydonlarni 1,6 million gektarga yetkazish va ushbu tadbirlar natijasida 2,5 milliard metr kub suvni yiliga tejash maqsad qilib olingan. Endilikda xohlaymizmi yo'qmi, aynan iqlim o'zgarishlarini insoniyat to'xtata olmaydi. Aynan mana shunday holatlarda O'zbekiston sharoitida aholimiz nimalarga tayyor bo'lishi kerak? Markaziy Osiyo mintaqasi bu arid zonada joylashgan, ya'ni qurg'oqchil zonada joylashgan hisoblanadi. Bu zonada, ya'ni umumiy dunyoda iqlim o'zgarishi, ya'ni havo haroratining ko'tarilishi tempidan ko'ra bizning Markaziy Osiyo mintaqasi undan 2 barobar ko'p tez ketyapti bu jarayon. Ya'ni suv resurslari tobora kamayib boradi. Ya'ni mana kuzatuvlar shuni ko'rsatyapti. So'nggi 50-60 yil davomida mana bizning Markaziy Osiyo mintaqamizdagi suv resurslarini asosiy qismi Tian Shan va Pomir tog'laridagi muzliklarda, abadiy muzliklardan erigan holda tushib keladi. Shu muzliklar 50-60 yil ichida 30% ga qisqargan. Ya'ni o'zimizda mavjud suv resurslarimiz ham qisqarib boryapti. Ya'ni asosiy daryolarimiz Amudaryo, Sirdaryo daryosidagi umumiy yillik oqim ham kamayib boryapti. Keyingi prognozlar ham shuni ko'rsatyaptiki, bu daryolardagi suv yildan yilga kamayib boradi. Ya'ni 2050-yilga borib O'zbekiston mana shu suv taqchilligiga uchragan davlatlardan biriga aylanishi mumkin. Mana shu holat davom etadigan bo'lsa. Buni oldini olish uchun mana bizda qator chora-tadbirlar ko'rilyapti. Suv resurslaridan oqilona foydalanish orqali biz butun nimamizni, ekotizimimizni mana shu iqlim o'zgarishiga moslashishni ta'minlashimiz mumkin. Iqlim masalasi faqatgina bitta davlatga qarab qolgan narsa emas-da. Shu qo'shni davlatlarda ham atrof muhitga bo'layotgan shu O'zbekistonda siyosati qo'shni davlatlarda ham sezila boshladi. Bu yaxshi ishlarda, atrof muhitni asrash yo'lidagi ishlarda albatta O'zbekiston birinchi bo'lib boshlab berdi-da. O'rmonlarni ko'paytirib, tabiiy resurslardan oqilona foydalangan holda iqlim o'zgarishlarini yumshata olamiz. Bu insonni, fuqarolarimizni qo'ldan keladigan ish. Yashil makon doirasida har yil 200 million turga yaqin daraxtlar ekildi. Bu amaliyot mana o'z ta'sirini, o'z mevasini berishni boshladi. Biz shuni har yil davom etadigan bo'lsak, o'rmonlarimiz hududini kengaytiradigan bo'lsak, bu ham daraxtlar ham bizim iqlimimizni mo'tadillashtirishga yordam beradi. Aynan iqlim o'zgarishi oqibatida kelayotgan tahdidlarni aholimizga to'g'ri yetkazish bo'yicha, umuman yosh avlodni ekologiyani asrab avvalishga undash bo'yicha targ'ibot ishlari qanday amalga oshiriladi? Ekologiya vazirligini Gidrometeorologiya xizmati agentligi tomonidan atrof muhit, ya'ni ob-havo yoki boshqa ma'lumotlar bo'yicha har kunlik ma'lumotlar ertalab 8 da, kechki payt 8 da Meteo.uz sayti orqali doimiy bahobor qilish tizimi yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari aholimizni, ya'ni fuqarolarni, yoshlarni ayniqsa ekologik toza muhitda ekomadaniyat asosida tarbiyalash maqsadida davlat dasturida bu bo'yicha ham alohida ko'rsatmalar belgilangan. Markaziy Osiyo atrof muhitni o'rganish instituti, ya'ni Green Yashil universitet tashkil qilindi. Ushbu universitet respublikamizdagi davlat dasturi bilan respublikamizdagi atrof muhit sohasidagi ilmiy dargoh sifatida belgilab qo'yildi. 32 ta oliy ta'lim muassasalarida, davlat oliy ta'lim muassasalarida bu yildan atrof muhitni muhofaza qilish, ekologiya fanlari majburiy tarzda kiritiladi va ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish yoki o'rmonchilik kafedralari tashkil qilinadi. Ya'ni maktabgacha ta'lim muassasalarida ekologik burchaklar, ekologik yo'lakchalar tashkil qilinadi bu yilda. Qurilish sohasida atrof muhitni muhofaza qilish choralarini ko'rmaslik bo'yicha shu, ya'ni alohida band qilib, shu ekologiya vazirligi bilan birga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari birga ishlagan holda qurilish sohasida faqatgina qurilish olib borayotgan tashkilotning mansabdor shaxslariga nisbatan ma'muriy javobgarlik qo'yildi. Bu ham fuqarolarimiz sog'ligini o'ylagan holda tushungan quruvchi o'zini bilib, shu nima deydi, shu qurilish bo'layotgan maydonni atrofini o'rab yoki bo'lmasa birinchi boshlanishda
yashil zona qilib, qandaydir mikroklimatlar, atrof muhitga, ya'ni yon atrofdagi fuqarolarga ziyoni yo shu yerda yashovchi aholiga ziyoni yetmaydigan tarafini birinchi o'rinda o'ylaydigan quruvchilar ham bor. Lekin buni o'ylamasdan ish boshlaydigan quruvchilarimiz ham bor. Kelgusida amalga oshirilayotgan loyihalar haqida ma'lumot bersangiz. Biz yashil energiyadan foydalanish foizini 50% yetkazishimiz kerak. Soliq mobiliy ilovasi quyoshli xonadon degan punkti bor-da. Quyosh panelini qo'yganingizdan keyin bu yerda kadastr hujjati, ro'yxatlarni kiritganingizdan keyin avtomatik tarzda o'zi hisoblab boradi buni. Ya'ni sizni shu quyoshdan chiqargan energiyasi qanchasini miqdorini o'zingiz iste'mol qildingiz, qanchasini davlatga sotdingiz. Davlatga sotish natijasida sizga qancha qaytib berish kerak davlat. Bundan odamlarimiz daromad olishni boshladi. Endi tasavvur qiling, har bir xonadonda shunaqa bo'lsa, har bir tashkilotda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, biz yo'q joydan fuqarolarimiz daromad qilishga ham o'rgatyapmiz. Kichik gidro elektr stansiyalarini qurish orqali ham shu suvimiz bor, ochiq suv havzalari. Shamol energiyasini aytadigan bo'lsak, mana bu yurtimizni shimoliy qismlariga asosan ko'proq endi shamolli hududlarga foydalanishga qo'yilyapti. Bu ham doimiy energiya hisoblanadi. Shamol energiyasi ham bundan chiqqan energiyani ham doimiy biz foydalanib turgan elektr energiya tarmoqlariga berish ham qaysidir sohadagi yoki bo'lmasam aholi hududlaridagi elektr energiyani ehtiyojini qoplab beryapti. Aynan yashil investitsiyalarni jalb qilish, xususiy sektor faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Yangi mana shu 1 million yashil oila dasturi doirasida yashil tadbirkor loyihasi ham amalga oshiriladi. Tadbirkorlarga ham yashil tadbirkor maqomi beriladi. Yashil komponentlar. Ya'ni har bitta loyiha u investitsiya loyihasimi yoki birorta hududni rivojlantirish bo'yicha loyihami yoki sohani rivojlantirish bo'yicha loyihami buni atrof muhitga albatta ta'sir ko'rsatadi. Har bitta investitsion loyihani, umumiy loyihani 25%ni yashil komponentlar tashkil qilish majburiyati belgilandi. Bundan keyingi yillarda 30%, 40% va 50% 2028-yilga borib esa uni 55%ni yashil komponentlardan iborat bo'lishi majburiy qilib belgilab qo'yildi. Bu ham umumiy tadbirkorlarimizni ham, umumiy investorlarimizni ham, investitsiyasini ham atrof muhitni asrashdagi rolini oshirishga xizmat qiladi. Chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha, aynan mana shu yo'nalish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Umuman chet elda qanday tajribalar bor? O'zbekiston aynan chet el tajribasining qaysi jihatlarini o'ziga tatbiq qilyapti? Endi chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha bularning chiqindilarini yoqib elektr energiyasini ishlab chiqarish hozir asosiy maqsad qilib olingan. Shu ekologiya vazirligi tomonidan ham bu borada juda katta loyihalar amalga oshirilyapti. Bizga hozirgi kunda asosiysi eng yangi zamonaviy atrof muhitga ta'siri kam bo'lgan zavodlar kerak bu borada. Endi asosiy chiqindilarni yoqib elektr energiyasini olish qanday samarali? Bu juda ham samarali usul hisoblanadi. Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyot agentligi ochilgan. 2025-yildan 2027-yil oralig'ida hududlarda уже chiqindini yoqish orqali elektr energiyasi oluvchi zavodlar paydo bo'ladi. Hozir ko'p joylarda tamal tosh qurilib, qurilish ishlari boshlab yuborildi. Gidroelektrga, shamol elektriga, quyosh paneliga o'xshab bu ham aholimizni qanchadir foizini yoki bo'lmasam iqtisodiyotimizni qanchadir foizini elektr energiyasi bilan ta'minlab berishga erishamiz. Yiliga respublikamizda 14 million tonna qattiq maishiy chiqindilar chiqariladi. Ushbu chiqindilarni qayta ishlash, ya'ni undan energiya olish bo'yicha yangi loyihalar amalga oshirilyapti. Shu loyihalarning biri sifatida Xitoy Xalq Respublikasi va Janubiy Koreya Birlashgan Arab Amirliklari bilan birgalikda respublikamiz 11 ta hududida chiqindilarni qayta ishlash zavodlari quriladi. 25-27-yillar davomida qurish rejalashtirilgan. Ushbu chiqindi yoqish korxonalarida yiliga 4,7 million tonna chiqindilarni yoqish nazarda tutiladi. Shu orqali esa yiliga 2,1 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. 1200 ga yaqin odamlarni ish bilan ta'minlash imkoni yaratiladi. Ushbu elektr energiyani ishlab chiqish natijasida esa muqobil sifatida bo'ladi. Bu masalan ko'mir yoki gaz resurslari tejashga erishiladi. Bu ham atrof muhitni asrash va chiqindilarni boshqarish, takomillashtirishga xizmat qiladi ushbu loyiha. Hurmatli spikerlar, kelganingiz va bergan qiziqarli ma'lumotlaringiz uchun sizga rahmat aytamiz. Aniq rejalar va amaliy loyihalar, jamoatchilik ishtirokidagi tashabbuslar atrof muhitni muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega. Asosiy maqsad bugunni emas, ertani o'ylash, tabiatga ehtiyot bo'lib yondashish va barqaror kelajakni birgalikda barpo etishdir. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.